Aga salom, bugun biz nimada o'ynaymiz? Qaysida o'ynaymiz? Qaysi bayisda o'ynaymiz? Конечно же, bilmadim qaysi bayisda o'ynashimizni. Damianda bo'lsa kerak, hozir Damianga 2 prizlar tushdi. O'tgan sezonda qolgan anu prizlarimni olyapman. Hozir bu pas kutish kerak bo'ladi. Agar kimga qiziq bo'lmasa, 10-20 sekund o'tkazib borasizlar, keyin esa o'yinni boshlagan bo'lamiz ungacha. deb o'ylayman. Hozir ochib tashlay tezda prizlarimni maqtanishmas, bu oddiy videoni bosgan sap qiziqroq bo'lsin deb shuning uchun ochib tashlayapman-da prizlarimni. Hozir bu yoqda 11-yil ekanu Damian, lekin o'lta kubok ekan. Shuning uchun Brokda o'ynayveramizmi deyman-da. Oddiy Brokda o'ynab tashlayveraylik. Brokda questlarimizni qilib tashlaylik. Brokda o'ynab yutib tashlaylik. 6 ta yutishga 6 ta sushi bo'lsa kerak yoki boshqa pristar ham bormi orasida. 3 ta pristar, 3 ta nanosila bir bola bo'lsa kerak, lapshasi yoki naqamasmi ekan. Uni har kuni beriladigan anolar bor-ku. Panaxlarni haqida aytibman. Mana bunday qilamiz. Endi Frankni o'zi menga pas berdi. Uni gol urmasa uyat bo'ladi-da, ana gol ham urib qo'ydik o'zi. Golni ham urdik mana. Bang. Ana. Silib tashladim. Bang. Yop, qo'l taklaymiz. Ana. Sakrangan joyiga ham sakratib yubordim. Oldin naqa edi lekin. Oldiga sakrab qolsa, anaqa oddiy jon chardi, sakratib yubormadi odamlarni. Hozir esa sal o'zgartirishibdi Brokga. Yaxshi qilishibdi, lekin zo'r qilishibdi. O'zi bittasini yutdik. Menda hozir Brokda nechinchi yil edi, bunisiga darsi qaramabman. 11-yilmidi, 9-yilmidi, bunisiga qaramabman. Ana endi ko'rsak bo'ladi. Kakmas o'zlari chiqib ketishdi, o'talar uyratni bosishdi, lekin chiqib ketishdi. Damianga tushdi. Wow, Damianga tushdi. Damianda o'ynaymikan deyman-da. Aytdim, yangi rejimda bir bola ketdi. Mana shuni o'ynaydi, kichikda Damianda o'ynab ko'ray. Qaysini tanlasa bo'ladi, lapshab falan. Bu show Damian. Hozir qaysini tanlar ekan? Qaysi narsani tanlar ekan? Nimani tanlar ekan? Ko'raylikchi. Let's go physical. Каждый второй попадание в равно область действия супер замедляет врагов. Шuni tanlaymi ekan? Shuni tanlaychi. Hop. Ne qilamiz? Gol kubi. Hop qilamiz. Gol urganga 2 minutda bir bola beradi ekan bu. Voy, achib yapti. Qilamiz. Keyin yana taklaymiz. Yo'q. Ana, astalatdir rost. Astalatganni ko'rdim. Astalatib ketyapti meni o'ltam. Lekin nargisi yaxshiroqmidi yoki bunisi yaxshimi bilmayman. Hali Damianga tushirmaganimda endi birinchi martalab tushiryapti. Nima qilaylik? Ultasini ham jonga tegdi-ku bu. Ulta qilaveradi jonga tegdi. Qilamiz. Bang sakraymiz. Qilamiz. Ana, o'ldirdi. Davay, pas ber. Edgar, nima qilyapti bu? Yusuf, nima qilyapsan? Rekord muncha bu. Nuri bitta otganda hali meni oldimga kelgani qo'ydik. Hozir bunday qilamiz. Rekord. Jonga tegdi ultim bilan. Ultas tez to'ladigan. Qiyamni bilmayman, mabbalot. Nima tanlagan, qanaqa narsa tanlaganiku bilmayman. Ko'tim vashshi ko'p qimirlayapti. Ko'p joylarga sakrayapti. Ko'p o'ynashyapti. Qani matchga olinglarchi, keyin esa menga pas beringlarchi. O'zi bitta rekordga sakrayman. Meni o'ynab qoldi. Meni o'ynab qo'ydi. Plus 300%. Ana shuning uchun aganda hammaga tegib yotibdi. Sharikchalari, o'qlari. Yana zaxirga katta olganda bu. O'tcha mazza qilyapti. Keyin matchga otib borib sal qolishga sal qoldi. Sal qolganda gol urib qo'yardi.
Ulta qilma, iltimos. Ultang jonga tegib ketadi. Yo'q. Kim meni zing'illatdi? Birov g'urma, g'urib qo'yish mumkin hozir. Yo'q, ishlaylar. Yetib qilaymi ekan? Ne qilaman? Hop. Ana gapga kalayam o'lib ketding ana. Kalayam o'ldirib tashlayman mana shunaqa. Hop qilamiz. Ana gol ana. 8000 ochko oldim dedi. Oldin ham shunaqa pizza bilan kelgandi. Eslasalaring. Shunaqa eslaringlar bormi? Pizzada shunaqa bo'lardi, keyin esa magazindan pizzani o'rniga har xil skinlar, bayischalar, odamlar ochsa bo'lardi. Men shu pizzani orqasidan uni yiqqanman mayli. Voltga yiqqandim. Keyin esa Cardelius ham ochgandim. Boshqa akkauntlarda. Aslida akkauntni ochmaganman. Shunisi yaxshiroq bo'lsa kerak, yoki bunisimi? Shuni olaychi, mana shunisini. Qani ko'ryapsiz. Uzoqroq ketiblar. Ham qattiqmi? Gigantiga. Zinglatib ham qo'yadi ekan. Zinglatishdan uzoqda shuni bir bolaman deyapman. Stammi bir narsa deydi-ku. Ishchalar. Cho'tga ketyapti-ku, deyman. Hali bitta gol ursak, keyin cho'tga ketgan bo'lamiz. Hozircha esa navbatga ketadi. Ularni bor. Ana endi cho'tga ketadi. Ray deb yozib qo'yibdi Nikin. Ne qilamiz? Hop, ana, divan. Ne qilamiz? Ana. Oshibcha ketibman. Ne qilamiz? Ana. Ikkala golda ham Ray gol urib qo'ydi. Ray o'ldi. Vashi ko'p ochko oldi shekilli. 4000 necha mindir o'ldirganga beriladi ekan. Ochkolar ikkinisi gol urganga beriladi ekan, yana nimaga berilishi mumkin? Gach tiqqanga berilmaydi. Buncha nimalarni o'ylab topyapman. Rosa mansa bo'lib qoladi-ku. Boyaga uni tanlasam yaxshi bo'lardi. Mana shu yaxshi ekan. Mana shu yoqdi menga. Lekin mana birinchisini tanlab ko'rmadim. Ishlatib ko'rmadim. Hali menga damenga tushmaganda endi bilmadim. Boya matchani chiqardim bilaman. Men urishim mumkin. Молодецlar, ikkalasi ham ultasini yoniga turib olib, ularga tichka berdi. Noriga Telsonikka tichka berdi. Lekin bo'laveradi. Bitta o'lib qolasan, yana o'zingchi sakraysan, katta sakraysan, primo. Men o'zim go'rdim-ku 2000 ta ochko oldim. Ozg'uraman, qo'yaman. 5000 ochko berdim mana, 5000 ochko. Uchala raundda ham yutdim. Uchala biletda ham yaxshi narsa ishlatdim. 3x ana. 4 tada o'zi большой degan yozib chiqardim, большой degan. Уже 3 ta raundda ham yutib tashladim. Endi boshqa biletim qolmadi. Biz klandagi odamlar lekin botmi deymanda yoki bu klandagi odamlar tushmaydimi? Random odamlar tushadimi yoki boshqa odamlar tushmaydi? Ana klan degan aytibman-da. Endi farqi yo'q deyman. Damianda o'ynayman, Brokda o'ynayman. Brokda tanlayman mana lekin Damianda o'zi o'ynab o'zi mazza qilib bo'lganman shekilli. Shuning uchun Damianda yetadi tamomida. Hozir bitta ulta qilib sakrayman, uchalasini o'ldirib tashlayman hozir. Another power. Bitti gol urib qo'ydik. Endi hozir biz Brokni tanlaymiz. Brokni ochamiz. Brokda giperman bor ekan, men boy 11-yil ekan deb shubhalanibman. Ketdik mana hozir Brokni tanlaymiz. Brokda yutib tashlaymiz. Frank, El Primo.
Mas'ul o'ldirib tashlaydi. El Primo. Ketdi mana o'zi ikkinchi. Birinchi giperzaryad уже bor. Bravo ichida. Endi oqara qoldi kechirasizlar uzr. Ne qilamiz? Texnik nosozlikmi bir bola deyishadi, shunaqa bo'lib qoldi. Endi oqara rejimga qo'yib qo'yganman. Endi men qo'ydim. Hadi zireynaga. Oqara qilib qo'ysalaringiz sizlarga ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Brawl Stars paytida oqarani o'chirib qo'yaman bu. Ne qilamiz? Hop. Otashimiz. That's ana bu. Cho'tki gol. Plus 10 ta kubok berdi mana. Qo'rqda o'ynaversak, yutib tashlaversak zo'r bo'ladi. El Primo is here. Deydi-ku. Shu gapini kim eshitgan? Kim biladi, kim eshitgan? Kim to'g'ri yozilishini biladi, kim inglizchasini biladi. İngilizce biladi. Bundan Türkçe biladi. İngilizcege A1 bulsam kerak emas, anladi. Ems. И натурал uchala o'qilgan ishlar chiqib yurdi. Bu tamam to'plab oldim. Kamera bo'lsam. Nima qilamiz? Kelyapti. Hop. Bu El Primo var, dollar olmaydi hozir. Endi ne qilamiz? Al dollar olmaydi, bu dollar olmaydi. Конечно, men turganimdan keyin dollar olmaydi. Shillik belli hammasi yo'q tashlaymiz. Maylar biratanlar. Easy. Tamam. Yedi-ku, shunaqa kim eshitgan. G'alatalarni ochib tashladim, ular esa ulta bilan yoki oddiy otib tashladi, guldirib tashlashdi. Mazza bo'ldi. 334 ta kubogim bo'pti o'zi. 334 ta. Dahshat. Pam. Ana 3 ta botlar, keyin esa 3 ta kibersportlar. Bada Brock dahshat o'ynaydi, zo'r o'ynaydi, ketib o'ynaydi. Qo'y ketmaydi. Lucky Game on. Ochib beraman yo'limizni. Ovozi zo'rmikan Taraniki? Menda ham chiqqandi. Shunaqa ovoz zo'r chiqqandi. Ovozi mazza ovoz. Kimga qarshi ovozi? Menga yoqdi shunaqa ovozi. Taranning skin ovozi yosh juddiy ekan. Troq degan ovoz chiqargan. Shuncha ko'zlarni tashabbani o'zi. Qaranglar, dahshatku, mazzaku. Shuncha ko'zlarni ochgandan keyin yangi bayzga tayyor qilib qo'ysam, bemalol ochsa bo'ladi. Ko'p kutmaymiz, oddiy bilan chiqib ketaveramiz. Lekindan nima tushdi? Karo. Ana cho'tki bo'ldi. 14-olovga kelib qoldim, Brawl Pass'dagi bir baloga. Bizlarga debdim. Bir baloga qo'ygancha. Уже 2 ta kalcha bor ekan. 2 ta kalcha. Mintavani, insa 10 ta gem. Hammasini ochib tashlaymiz. Faqat bizlarni qoldiramiz yangi baytga. Uni hammasini noliga yig'ib qo'yibman-da. Shuning noliga qoldiryapman. Hammasini o'ringa ishlatib tashlamoqchi emasman-da. Bu XP esa endi berildi. Yana boshqatdan ochib chiqmasam bo'ldi ishqilib. Shuncha bosganim, shuncha vaqtim bekor ketmagan bo'ldi. 6000 tani kim berdi? Keyinroq berdi. Cho'tta boshqacha bo'ldi. Keyin qo'ymaylar. Sizlarga mumkin emas, faqat menga mumkin gol urish. Faqat menga mumkin botlar, eshityapsizlarmi? Aloqa. Qani, pas.
Pas ber, Fridi pas ber. Fridi pas ber deganimda kinoni kim biladi, kim shunaqa aytishani biladi. Hoppa. Ultaqmoqchi bo'lgan paytda esa bitta sakrab olamiz. Hop, qolib saklaymiz. O'zimcha nima qildim, chetga sakladimmi? Brok ham dahshat saklaydi ekan, Brok. Brok. Ma. И voy, Bayron hot borku. Ultasini undan ko'ra menga tashlasa bo'lmasmidi? Chetga qilib bo'lib qo'yardim o'zim. Chikki tashlamiz. Yo'qolamiz. Hop, bang. O, ana Edgar minus. Victor bilan ko'p ketamiz. Voy, Frank meni o'ylab qoldi. Lekin zot baribir gol urdik. Oh, ana mazza bo'ldi. Chutki bo'ldi, dahshat bo'ldi. 3 ta mamoni botib qo'ymoqchi. 3 ta namozi bor. Sushi option. Chutki motki volt kamera tushdi. 2 option. Bazga tushdi. Men Nikonga tushadi deb o'ylaganim, lekin bazga tushdi. Bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr.